milich ko'raman. Bizning mana doğruq çay so'piningizdan mag'zib chiqqandi degan qilmaslar, meni qarab turgan mag'zib mishtaroq chiqsa bo'la. Çay so'pinni bevosita chechingizga bo'lmay, bizning mishindaq doğruq çay so'pini ishlatgan vaqtingizda mag'zib chiqadigan mabulotni ishlatib ko'raman. Çay so'pini mabulotga berasiz, mishlab olasiz, mag'zib deganda qo'lingizga botmay qoladi. Mag'zibni bechingizga berish orqali ma'lati chay yuzingiz bo'ladi degan gapni yozman. Shunga hozir mush doğruq çay so'pini bir faoliyat qilib beray deb, masnaqnaq gavatma qilsam, mana bir talaq suratni besib o'tgandan keyin inkasraning gul raqamdagi 6 raqamda qo'ysangiz sizlarga 128 pul to'g'ri chozib, ostidagi sariq qarada aralam 10 nechko deb ko'rindi. Rahmat aba sana bo'ladi qilsanmi? Asli basi 128 qo'y. E'lon tashviqot uchun sizlarga aqsi beray bakaliq beray deyapman. 10 nechko yoki 20 nechko ko'ranganda qo'llasizlar bu chasopning bahasi emas, balki mushniki bir kraska deb o'ylab qolsangiz bo'ladi. Meni ta'lim baka deb o'ylab qolsangiz bo'ladi. Agar nima 128 qo'y ko'rangan bo'lsa, qilmasam to'g'ri chozib, meni qo'shib olsangiz sizlarga 10 nechko deb ko'rindi. Rahmat deb chiqib yurishda olsangiz bo'ladi. Mag'zab mishnaroq chiqsa bo'la. Chechingizdan tushun to'xtab bersan bo'la. Chechingizni topolsizlar baqiraq bersan bo'la. Chechingizga boshqalar bir avaz qilg'idek bir odat ekib bersan bo'la. Ostidagi sariq qarindosh ko'rib mishana olsin bo'ladi. Rahmat.